bo'ling. Assalomu alaykum. Foydali maslahatlar kanalining muxlislari. Bugun men sizlarni yosharishni istasangiz bu taomni yeng mavzusi bilan tanishtiraman. O'zbekcha sho'rva pishirish uchun go'sht bo'lishi shart emas. Tomorqada borini qozonga solib, quduq suvida qaynatsa ham mazali va tanga darmon bo'ladigan ovqat tayyor bo'ladi, deyishadi keksalarimiz. Jo'xorili taomlar uchun boshqa mamlakatlar aholisi ko'pincha uning konservalangan turidan foydalanishar ekan. Aksariyat xalqlarda jo'xori donachalari maydalanib taomga aralashtiriladi. Ular turlicha: jo'xori chorpa, jo'xori sho'rpa va hokazo nomlar bilan yuritilar ekan. Bizda esa jo'xori donachalari ajratilmaydi. Faqat so'tasi yirik bo'laklarga bo'linib, sabzavotlar bilan pishiriladi va u dumbul sho'rva deb ataladi. Mazkur taom asosan Surxon va Qashqa vohalarida tayyorlanib, yoz boshlanishidan kech kuzgacha iste'mol qilinadi. Alohida ovqatlanish tartibiga rioya etuvchilar uchun ham boshqa viloyat va tumanlarda dumbul sho'rva tayyorlanadi. Dumbul sho'rva parhez taom hisoblanib, xastalikni o'tkazayotganlar uchun ayni muddao. Dumbul sho'rvaga ziravorlar, ko'katlar ko'p solinadi. Sho'rvasidagi barcha sabzavot yirik to'g'raladi. Mazasi va shifobaxshligini oshirish uchun qo'y go'shti va dumbalar solinadi. U issiq holida iste'mol qilinishi kerak. Bu taom yosharishga ham ancha foyda beradi. Salomat bo'ling.